Assalomu alaykum akalar, ukalar, opalar, singillar. Davlat tomonidan qo'yilgan Toshkent Krasnodar направленияsidagi reysimiz xudo xolasa mana chiqib ketmoqda. Xudo xolasa muntazam ravishda haftaning seshanba hamda juma kunlari reyslar o'z vaqtida amalga oshiriladi. Birozgina vaqtlarda Checheniya vaqt bo'lishi mumkin, 1 soat, 1,5 soat. Apazdan, lekin to'lsa yuradi. O'zbekiston nomeridagi avtobuslar. Oldin Qozog'iston rossiyskiy nomerda chiqardik, borib pasportimizni olib qo'yishardi, kutardik, 1-2 chiqib ketdilar. Lekin hozir Premium O'zbekistonda o'zini o'tiryapmiz. Shunga ham biroz Xudoga shukr deyilarish kerak. Shunday sharoitlarni qilib berayotgan yurtboshimizga rahmat aytaveraylik. Nolurmasdan, akalar, ukalar, mana narxlari nech pul berdi aka? Assalomu alaykum. 915 ming so'm to'lab qo'ydingizmi? Как положено. Oldin Qozog'iston nomeriga ketgansiz. Siz nech pul berdingiz akajon? 915 ming so'm berdingizmi? 5 ta oling. Kim ketmoqchi bo'lsa, mana akalarimiz ketyapti. Qalaysiz aka? Yaxshimi? Nech pul to'lov qildingiz aka? 915 ming so'm. Yaxshimi? Tavsiya qilsa bo'ladimi? Devушка-xon, как dela? O'zbekcha bilasizmi? Mana sinamiz ketyapti. Avtobus yoqdimi sizga? Tavsiya qilsa bo'lar ekanmi? Mana kim ketmoqchi bo'lsa, shunday komfortabilniy avtobuslar. Mana Sergelinskiy birata